Hammaga assalomu alaykum. Yunusobod 15-kvartalda joylashgan yangi Novostroyga kelganmiz, syomkaga. Ko'rishingiz mumkin. Mana prixожая часть. Bu yerda o'zining garderobniy xonasi. Tak, bu yerda детский xonachasi ekan. Tak, to'g'rida bo'lsa, oshxonamizda joylashgan. Ko'rishingiz mumkin. Hamma jihozlari, hamma mebellari qoladi. Uyimizda 92 kvadrat metr. Tak, bu yog'i bo'lsa zal ekan. Ko'rishingiz mumkin, hamma stullar, mebellari, televizorlari bilan jihozlangan. Eslatib o'taman, uyimizga ta'mirning o'ziga 70 ming dollar ishlatilgan ekan. Bu yoq bo'lsa spalniy bo'ladi. Lyustralari, mebellari. Bu yoqda o'zining stroyniy sanuzeli ham bor. Yashash uchun hamma qulaylik qilingan ekan. Просто kelasizlar, chamadoningizda kiyimlarni olib kelasizlar. Yashaysizlar. Bu yerda bo'lsa umumiy sanuzel. Hamma qulaylik qilingan. Buydagi hamma texnikalarimiz bo'sh.